Shurajon stansiyada zo'r joy sotilyapti ekan. Buni xohlaganingizcha bo'lib sotib olishingiz mumkin ekan. Xohlasangiz do'konlarda alohida, xohlasangiz butunlicha, xohlasangiz choyxonani alohida. Bunaqa imkoniyat hadeb ham chiqarmaydi. Foydalanib qolish kerak albatta. Bir qator o'zingiz ichkarida shuni ko'rsatib chiqing-ku. Xo'p, manzilimiz Qo'y tuman stansiyada katta masjid to'g'risida joylashgan ushbu joyimiz sotiladi. Общий 12 sotik, 14 ta xonadan iborat. Do'konlari bor ekanda, tashqari tomon tayyor arendatorlari ham borda. Ko'rsatingda. Qolagan qiziqqan odamga oldi tomonda alohida, do'konlarni alohida sotaveramiz deyapti. Nima deysizlar? Ko'rib turibsizlar, zo'r variant olib. Olasalar ikkita do'konni olib arendaga berib qo'ysalar, yo'radigan yaxshi joyda-da. Shurajon juda ham salqin joyda, chinorlarda qarang, bahaybatligini, salqini zo'rda uka. Tayda barojnoxona suv sotsangiz ham tirikchilik o'taveradi-da. Akalarimiz olib bosib yuboradigan zo'r joy, qaranglar, stansiyani sentrida. Tayyor ijarachilari bilan. Ha, pul kelib turadi, tayyor. Qiziqqan odam общий ham olaveradi. Xolasa choyxonasini alohida, choyxonasi ham bor orqa tomonda, mana ko'ringlar-da. Taqsir aka, uni qarang, ichkarida alohida xonalari ham mavjud ekanda. Shurajon, o'zi choyxonani borib bitta zo'r yurgizsangiz, bemalol 2-3 ta ro'zg'orni qora qozonni qaynatsa bo'ladi bu joyda, uka. Har bir xonalarning alohida so'rilari mavjud. Mana maysalar qaranglar, mazza qilib o'tiradigan, olgan odam yurgizib yuborsa choyxonani bitta bo'ladi, xudo xolasa stansiyada. Mana xonalarni bir qator ko'rsatib qo'ying. Hamma sharoitlar bor. Remontlari normal holatda qilib qo'yishgan ekanda. Alohida 8 ta qozoni ham mavjudda, konditsionerlari bor. Xullas olib mazza qilib foydalanadigan zo'r joyda mana. Ko'rsatib qo'ying mana qozonlarni ham. Hamma sharoitlar yetarlicha qilib qo'yilgan ekanda. Tutsa naveslari ham bor ekan, alohida o'tiradigan so'rilar qilib qo'yishgan ekanda. Bu yerda nari tomonda novoxona qilish uchun sharoitlari ham bor ekan. Mazza qilib olib foydalanadi. Общий 12 sotik, 14 ta xonadan iborat. Oldi tomonda alohida sotib yuboramiz deyapti. Xolasa orqa tomonda alohida sotib yuboramiz deyapti. Olib foydalanadi. Mana imkoniyat. Общий xolasalarini bitta qilib olsalar ham bo'laveradigan ideal holatda zo'r joyda. Xo'p, kimga kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Ushbu joyda narxini $140,000 dan yana tushib beramiz deyapti egalari. Sog' bo'linglar. Oldi tomonda olaman desalar, uni alohida kelishaverasizlar egalari bilan. Orqa tomonda olaman desalar, kelishaverasizlar. Общий $140,000 dan tushib beramiz deyapti. Sog' bo'linglar, biznesmen, tadbirkor, stansiyalik boy akalar bor. Shularga shuni jo'natib beramiz.